Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Onamnikka kelgandim, qariyalar mana Allohim deb bergan bir qushini qaranglar, qarg'a mana. Hali 1 yoshga kirmagan, oylik ekan, lekin gaplarni hamma yo'lda o'qar ekan. Kesha. Hozir meni tanimayapti bu. Jiyanim Kesha deb chaqirsa, hamma yo'lda o'qar ekan. Qaranglar, shu inson o'rganmagan narsalarni shu parranda qushlar o'rganyapti-ya. Endi Xudo xolasa yaqin kunlarda Alloh deshni o'rgatyapti. Endi sizlar bilan yana Xudo xolasa Alloh deb o'rganib, gapni o'rganib olsa, sizlarga yana men tashlayman. Hozircha shu nima ekan, qaranglar. Yaxshi dam olinglar. Kechki nimada sizlarni bezovta qildim. Xudo xolasa Alloh deb o'rganib olganda sizlarga yana gapiraman.